Assalomu alaykum hurmatli kuzatuvchilar. Ekranda ko'rib turgan texnikalar Sani 936K1 1.8 lipak grushugimiz va Sani 956K1 3 kuva deymiz. Ko'vishi bu 3.2 oladi. Bu ham 1.8 deymiz, 2 oladi. Hozirlarga bularni obzor qilib beraman. 1.8 lipak grushugimiz shina brendimiz Linglon 17.5 25 siloyli va bu VCI motorimiz. Bu yog'i Komatsu texnologiyalarida mana bu nasos gidravlikalarimiz, mana bu katta gidravlika nasoslar hammasi Komatsuga tegishli. Akkumulyator bu Sani'ning o'ziniki, zavodskoy. Mana master включательlarimiz. Bu 956K1'imiz ham xudo xolasa Linglon 23.5 razmerida 25 siloyli bu ham. Konditsioner, pechka, hamma narsa elektronik, tablo elektronik. Bunda ham xuddi shunday 1.8ligimizdek joystick управления, elektronik tablo, konditsionerlar hammasi elektronik. Naqd va rassrochka bor. Sanining o'zida ham kelsanglar pastda nomer qoldirib o'taman. Bemalol bog'lansanglar bo'ladi.